17 noyabr uchun valyuta kurslari e'lon qilindi. O'zbekiston Markaziy banki 2025-yil 17 noyabr kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e'lon qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, barcha asosiy valyutalar qiymati oshgan. AQSh dollari 54,51 so'mga ko'tarilib, 12.039,61 so'm bo'ldi. Yevro 69,34 so'mga oshib, 13.992,43 so'm. Funt sterling 70,51 so'mga ko'tarilib, 15.838,1 so'm. Rossiya rubli 0,31 so'mga oshib, 149,17 so'm. Xitoy yuani 7,30 so'mga ko'tarilib, 1696,10 so'm. Yapon yenasi 0,27 so'mga oshib, 77,83 so'm. Qozoq tengasi 0,14 so'mga ko'tarilib, 23,5 so'm.